Assalomu alaykum. Spektrum geometri 6-8 kitobimizdan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz burchak munosabatlari haqida. Agar ikkita to'g'ri chiziq kesishsa, ya'ni DC va AE to'g'ri chiziqlarimiz kesishsa, ular quyidagi burchaklarni hosil qiladi. Ya'ni birinchisi vertikal burchaklar deb ikki to'g'ri chiziqning kesishishidan hosil bo'lgan va bir-birining qarshisida yotgan burchaklar juftiga aytiladi. Ya'ni biz mana bu to'g'ri chiziqlarni kesishdan hosil bo'lgan burchaklarni raqamlasak 1, 2, 3, 4 deb, bu yerda vertikal burchaklar 1 va 3, 2 va 4 va ular bir-biriga teng bo'ladi. Burchak qiymati. Xo'p, keyingi hosil bo'ladigan burchagimiz supplementary qo'shimcha burchaklar deyiladi va ularning yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Bu 1, 3, 2, 4 ni vertikal dedik. 1, 2, 2, 3 va 3, 4. Bir 4. Bu burchaklar yig'indisi 180 gradus va bular supplementary, ya'ni qo'shimcha burchaklar deyiladi. Bir narsani aytib ketishimiz kerak. Supplementary burchaklar har doim yonma-yon bo'lishi shart emas. Lekin ularning burchaklari yig'indisi 180 gradus bo'lishi shart. Xo'p, keyingi burchagimiz complementary to'ldiruvchi burchaklar. To'ldiruvchi burchaklar yig'indisi har doim 90 gradusga teng bo'ladi va xuddi supplementaryga o'xshab, ya'ni qo'shimcha burchakka o'xshab, ular complementary, ya'ni to'ldiruvchi burchaklar ham yonma-yon bo'lishi shart emas har doim. Faqat ular yig'indisi 90 gradusga teng bo'lgan burchaklar. Ya'ni uchi bitta joyda bo'lishi shart emas. Masalan, mana bu 30 gradus bo'lsa, bu 60 gradus deylik. Ikkalasining yig'indisi 90 gradus bo'lyapti. Bular to'ldiruvchi burchak hisoblanaveradi, yonma-yon turmasa ham. Supplementaryda ham xuddi shunaqa qoida mavjud. Keyingisi bisector, ya'ni bisektrisa o'zbek tilida. Bisektrisa burchak uchidan chiqib, uni teng ikkiga bo'luvchi nurdir. Ya'ni 60 gradus burchak bo'lsa, mana bu bisektrisamiz burchagimizni teng ikkiga bo'ladi. 30 gradus, 30 gradus ko'rinishda. Xo'p, misollarimizga kelamiz. Misollarimizga qaraymiz. Demak, bizga burchaklar berilgan, ularni qo'shma yoki vertikal burchak ekanligini aytishimiz kerak. AGB, ya'ni AGB burchagimiz HJE. Xo'p, vertikal burchak qoidasi bo'yicha burchaklar ikkita to'g'ri chiziq kesishganda qarama-qarshi joylashgan bo'lsa, ular vertikal burchak deyiladi. Bu burchaklarimiz qarama-qarshi joylashgan va bu ikkalasi
vertikal burchak hisoblanadi. Demak, bu yerga yozamiz nima deb? Vertikal. Keyingi burchagimiz BGE. BGE, ya'ni mana bu burchak. HJE. HJE. HJE, ya'ni bu. Bu burchaklar bir-biriga qo'shma, ya'ni qo'shimcha. Vertikal bo'lish uchun qarama-qarshi joylashishi kerak edi, ya'ni qarama-qarshi turgan bo'lishi kerak. Bular demak supplementary. Ikkalasining yig'indisi 180 gradusga teng bo'lgan burchaklar bular. Yozib qo'yamiz bu yerga. Uchinchi misolimiz GES. GES, ya'ni mana bu burchak GES. SED. SED. Bu burchak. Bu ikkita burchak bir-biriga supplementary, ya'ni yonma-yon qo'shimcha burchak. Ikkalasining yig'indisi 180 gradus. Bu yerga supplementary yoz. To'rtinchi misolimiz GS. GSni aytdik, mana burchak GS burchak edi. DEF. DE, mana bu yerda F mana. Demak, mana burchak. Xo'p, bu ikkita burchak bir-biriga vertikal, qarama-qarshi joylashganligi uchun vertikal burchak hisoblanadi. Bu chiziqlarni o'chirib yuboramiz. Ko'rinmay qolyapti harflarimiz. Xo'p, 5-misolimizga keling. AGH. 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 Bu burchak BGE. 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 Bu burchak. Bu burchaklar qarama-qarshi joylashgan, demak bu ham vertikal. Keyingisi JF. JF. Bu burchak DEF. DEF. Bular qo'shma burchak. Qo'shimcha, ya'ni yig'indisi 180 gradusga teng bo'lgan burchak. Supplementary burchak. Xo'p, 7-misolimizga keldik. Demak, bizga 7, 8, 9, 10 masalani yeching deyapti. 7-misolda A va G burchaklarining bir-biriga vertikal ekanligi aytilgan. Xo'p, vertikal burchaklar bir-biriga teng bo'lardi. Agar A 72 gradus bo'ladigan bo'lsa, J ham vertikal bo'lganligi uchun 72 gradus bo'ladi. 8-misolimiz Y va Z burchaklar supplementary, ya'ni supplementary qo'shimcha burchaklar yig'indisi nima bo'lardi? 180 gradus bo'lardi. Agar Y burchak 112 bo'lsa, Z ni topish uchun 180 dan 112 ni ayirib hisoblab qo'yamiz. Demak, Z burchagimiz 68 gradus bo'lar ekan. Keyingisi 9. A va B burchaklar complementary, ya'ni bular to'ldiruvchi burchak. To'ldiruvchi burchaklar yig'indisi 90 gradus bo'lishi kerak. Agar A 53 gradus bo'lsa, 90 gradus bo'lishi uchun B 90 dan 53 ni ayirib hisoblab qo'yamiz. 37 gradus. Xo'p, keyingisi. Xo'p, oxirgi 10-masalamiz. RCT burchagimizning CV bisektrisasi ekan. CW bisektrisa ekan. Demak, bu burchakni nechiga bo'lgan? Teng 2 ga bo'lgan. Xo'p, WST 30 gradus bo'lsa, WST 30 gradus bo'lsa, bizdan RCT ni so'rayapti. Ya'ni RCT to'liq burchak. Demak, tepasi ham 30 gradus bo'ladi va RCT to'liq burchagimiz necha gradusga teng bo'lar ekan?
60 gradusga teng bo'lar ekan. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.